Inshaalloh mana shu qadr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida Jub kechadan tog' kechaga o'tadigan tunlarda istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodarlar, qiyomul layl degani, tuni deganda biz mashinalik ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirish deb tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli 7 bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namoz o'tish deb tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chin yurakdan subhanalloh deb bir marta aytsa shu ham tunay bo'ladi. Xufton namozidan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tunay bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirish deb turib bizda tunay deganda deydi odamlar. Chunki tunay deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan. Yarim kechaga borganda